aviatsiyasidan Rossiya Federatsiyasi uchun avtobus reyslarimiz qatnovi davlat tomonidan qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, bizda posадка jarayonlari bo'lib, yo'lovchilarimiz joylashib olishgan. Har bitta yo'lovchimizni avtobusga chiqarishdan oldin ularning olingan biletlari skanerdan o'tkaziladi, so'ngra avtobusga qo'yiladi. Hozir oldi tomonda, orqa tomonda yo'lovchilarimiz joylashib olishgan. Keling, ulardan qisqacha ma'lumot olamiz. Şu an video kameraçı muallimi bormi? Ana, Rubel Samayella. Qayerga ketasiz? Sankt-Peterburg shahriga Sankt-Peterburg. Biletlarimizni narxi necha bo'ladi? biletlar narxi Toshkent Qozon yo'nalishi bo'yicha 715 ming. 715 mingga xarid qildingiz, to'g'rimi? Qonuniymi ekan? Oldin ham avtobuslarimizdan foydalanganmisiz? Birinchi marta avtobus. Birinchi martami bu? Qulayliklari hozir yoqayaptimi sizga? Hozircha yoqmayapti. Normal, boshqalarga ham tavsiya qilarmidingiz? Albatta. Rahmat sizga. Yaxshi yetib oling. Rahmat. Sizga yoqayaptimi? Rahmat sizga. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Agarda sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki ekranda qoldirilgan ishonchli raqamlarga bog'lanib, masofadan turib joyingizni biroq olmang. Bizni kuzatishda davom eting.